O'zbekistonda ayol pilotlar hali chiqmagan. Orzungizdagi soha bo'lishi mumkin-ku. Doktorchilik tanlagan bo'lardim. Judo yo'nalishi, MMA bo'yi bespravil. Agar hozir ishni tashlab, boshqa sohani tanlash imkoniyati bo'lganda, qaysi sohani tanlagan bo'lardinglar? Boshqa soha. Я бы хотела стать пилотом. Да. O'zbekistonda ayol pilotlar hali chiqmagan. Chiqishni xohlardim bu da. Birinchi bo'lishni xohlardim bu. Aha, sizcha? Men posol bo'lishni xohlardim. Elchi. Da, elchini. Ishni tashlab qaysi soha? Hozirgi ishlayotgan ishingizni tashlaysiz-da, boshqa yo'nalish tanlashingiz kerak. Imkoniyatingiz bor shunaqa. Hozir o'zimni ishim ham o'zimga yoqadi, qanday tashlayman? Bu ishingizdan voz kechmaysiz. Yo'q. Yo'q, ishimni tanlagan bo'lardim. Imkoniyatingiz bo'lgan taqdirda. Ha. Nega ishingiz shunchalik yoqadimi? Ha. Ishlab turgan ishingizni tashlab, boshqa sohani tanlash imkoniyatingiz bo'lganda, qaysi sohani tanlagan bo'lardingiz? Yaxshiroq sohani tanlagan bo'lardim. Aynan qaysi? Ishlamayman-da hozir. Yo'q, misol orzungizdagi soha bo'lishi mumkin-ku. Doktorchilik tanlagan bo'lardim. Ishim yoqadi lekin o'zim. Ishda maqsadlar katta, o'zim ishimni rivojlantirish niyat bor. Boshqa sohani tanlamaysiz. Yo'q. Imkoniyatingiz bo'lganda. Shu tanlab bo'lganman-da. Imkoniyat bo'lganda-mi? Imkoniyat bo'lganda sport sohasini tanlardim. Aynan qaysi? Judo yo'nalishi, MMA bo'yi bespravil. Shuni tanlagan bo'lardim. Tasha olmayman u. Qiyin. Chunki qonimizga singib ketganda bu. Boshqa ish tanlay olmayman menimcha. Siz yoqtirasiz. O'zim yoqtirganim uchun yuraman. Bo'lmasa Endi avvalo Xudo bergani, endi nasib bo'lsa o'zim forma kiyishga, ya'ni ichki ishlarga qiziqaman. Shunga harakat qilgan bo'lardim. O'zingiz qaysi Yaxshiroq. Imtihonga tayyorlaymiz. Pravaga imtihonga tayyorlaymiz. Harbiylikni tanlagan bo'lasiz. Ha, harbiylik. O'zi bu narsaga yoshlikdan beri qiziqaman, shu narsaga. Shunga yaxshiroq, qattiqroq harakat qilgan bo'lardim. Hozir harbiylarnikida